Leksiyalarımızı başlayımız, hürmetli vatandaşlar. Günlük kişi ağışıp ordunun yetkidemini geçirinler. Bugün Çislağ 2020 yıl. 6. ayının 26. günü haftaga cuma. Yani leksiyalarımızı devamlaştırıyoruz. Bugünkü leksiyalar yukarıda biz ayttık, 4 nefer kişi notuk sözleydi dedik o. Şunun münasebetlik leksiyalar efendiler. Endi ikinci leksiya mandak. Federal Tekşiriş İdare Başlığı tahminen her 10 saati bir qatım Cungo hükümetdagi münasebetlik casuslarni tekşirish hareket elib berilyapti deb ko'rsatdi. Mazdola xabar 6 ayning 25 günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Federal Tekshirish İdaresi Başlığı Christopher Wray haftaning 3 günü ogohlantirish berib bunday dedi. Cungo Kompartiyasi Amerikaga intayin eğer davlat bexatarligi tahdidi paydo qildi. Balki Amerika intayin zo'r mablag' ajratib 2000 qatimdan ortiq Cungo hukumatiga bog'langan delolarni tekshirdi. Hozir har 10 soatda bir qatim bir delo tekshirilyapti. Christopher Wray haftaning 3 günü kechda Fox xabarlari alohida xabarlar programmasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Amerikaning ijodiyligi, iqtisodiy bexatarligi hamda demokratik ideyalar qatorliq sohalarga intayin zo'r tahdid paydo qilgan Jungodan boshqa ishkencha bir davlat yo'q. Christopher Wray bunday ko'rsatdi. Avvalgi 10 yilga solishtirganda Federal Tekshirish İdaresi hozir tekshirayotgan Jungoga munosabatli iqtisodiy josuslik delolarini tekshirish ko'payib %1300%ga yetdi. Shuni bilmadim men shunaqlar. Sizlarga yetkazdim vatandoshlar. Jungo bir maydon aqliy mulk huquqimizni o'g'irlash harakatini qanot yaydirdi. Amerikaning iqtisodiy tadqiqot organlarining torbatlariga hujum qildi. Christopher Wray bunday ko'rsatdi. Jungo Amerikaning barliq shirkatlari va barliq sohalardan cho'ng kichik bo'lishidan qat'iy nazar uchor o'g'irladi. Boylik jihati 100 cho'ng shirkatning qatori turgan shirkatlarning yangi qurilgan shirkatlargacha yezi egiligi fan texnika shirkatlaridan aviatsiya shirkatlarigacha tibbiy davolashgacha ilmiy tadqiqot organlarigacha Jungoning xakerlari hujum qildi. Yana boshqa mukofot elib Amerikada o'qiganlar Amerikaning iqtidorlarini yuqori darajalik maxfiyatlikni o'g'irlab elib davlati Jungoga qaytdi. Christopher Wray ziyorat jarayonida bunday ta'kidladi. Bu ishlar Jungo xalqi va Jungo xalqi bilan munosabatsiz. Christopher Wray yana bunday ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Amerikada o'tkazilgan cho'ng saylovga ta'sir ko'rsatishga qiziqyapti. Amerikaning siyosiy tafakkuri va siyosiy ko'ngil bilib, Jungo texmi yaxshi bo'ladigan tarafga biroz qo'rdivyapti. Jungoga texmi yoki Jungo tarafga yaxshi bo'ladigan tarafga biroz qo'rdivyapti. Jungoga amroq, Jungo Kompartiyasiga amroq nishonga biroz qo'rdivyapti. Bu masala saylov masalalari bilan aralashib ketgan. Wuhandan boshlangan yuqumliq virusning manbasi masalasida Christopher Wray ko'p to'xtalishni xohlamadi. U faqat bunday ko'rsatdi. Hozirgacha istixborot organlari oshkorlab pozitsiya bildirganlarga qo'shimcha qiladigan boshqa uchur yo'q. Ya'ni hozirgacha yuqumliq virusning Wuhandan qanday tarqalganligi to'g'risida yetarli uchur yo'q. Navbatda Christopher Wray o'tgan yili 7 oyda Davlat Majlis Kengash palatasi guvohlikdan o'tganda Jungo hukumatiga ogohlantirib, Jungo hozir Amerikaga zo'r darajada jasuslik tahdidi silayotgan davlat deb ko'rsatgan edi.
Endi yana yuqorida başçılarga vaziyat doğrusunda bir kelime topshirdik. Shu kelimenin qisqacha mazmuni Allah xolisa buning butun tarjimasini sizlar bilan ko'rishtiramiz, hurmatli vatandoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlar Kengash palatasi birda qonun ma'qullab, Hong Kongda yüksek avtonomiyaga buzg'unchilik qilgan Jungo amaldorini embargo qiladigan bo'ldi. Mavzuli xabar Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. 6-oyning 26-kuni. Xabar mundaq boshlanadi. Kapital Hill Kengash palatasi 6-oyning 25-kuni yuqori ovoz bilan qonun loyiha ma'qullab, Hong Kongda yüksek avtonomiyaga buzg'unchilik qilgan Jungo amaldorini embargo yurgizgan bo'ldi. O'xshashli Kengash palatasi bir turlik qaror loyiha ma'qullab, Beijing doiralarining Jungo Angliya birlashma bayonotiga xiloflik qilganligini, Hong Kongning negizlik qonuniga xiloflik qilganligini aybladi. Bu qonun Hong Kong o'zini boshqarish qonuni, ya'ni Hong Kong avtonomiya qonuni deb ataldi. Hong Kong yüksek avtonomiya qonuni deb ataldi.